Assalomu alaykum qadrdonlar, akalar, ukalar. Hammalaring. Tinchmisizlar, salomatmisizlar? Mana cho'jalarimiz. Hop, 5 bo'lsa 18-19 kunlik bo'ldi. Gambora vaksinasini qilyapmiz. Endi nimaga zakazga qarab bir xilga odam kestirib bering deyapti, bir xilga odam kestirmang deyapti. Shu o'g'li kestirishga qaror qilib turibmiz. Kelajakda shu odamlar olganda addenni boqishganda endi bizga qolsa-ku kestirmaymiz. Shu olib boqqanlar qiynalmasin deb kestirib beramiz endi. Bizdan olganlar. Mana jo'jalarimiz, akalar. Juda zo'r. Grami ham zo'r o'ta. Mana axlatlar. Mana ventilyatsionlar to'xtamay ishlab turibdi hammasi. Hop, cho'jalar bir xilda, buni yoshligidanoq hech qancha ko'rdi, video qilib ko'rsatganman, hech qancha o'tmay daro bo'ldirilgan. 5 kunda bo'ldirib qo'yilgan. Hozir mana 15 donadan solib qo'yganmiz. Cho'jalar juda zo'r, juda chiroyli holatda o'syapti. Mana biz vaksina qiladigan ukalarimiz. Salom aytib qo'yasiz hammaga, obunachilarga. Sizlarga rahmat. Sizlarni olmaymiz. Sizlarni olishga huquqimiz ega emas. Qizlarimiz ham bor, faqat yigitlar olamiz. Buni 90-100 kunlik qilib berishga zakaz olamiz. Har safar ta'kidlab boryapman. Telefon nomerlarimiz 90lik 293 89 49. Manzil Qo'qonda dastavkalarimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Uy sharoitida boqilgani ham bor. Meni o'zimni lishniy uyimda turgan to'yxonalarimda, keyin bunaqa setka sharoitida shahardan chekkaroq joyda boqib yetiltiradigan jo'jalarimiz bor. Mana fabrika uslubida. Yemlarimiz, gofralarimiz ishlab turibdi. Suv sistemalarimiz. To'yxona qurish, maslahat berish, setka topish, setka ustalari, xizmatlar hammasi bor to'yxonalarimizda. Maslahatlarimiz bemalol bepul darajada beraveramiz. Usta to'g'ri berish, setka to'g'ri berish, nima ma'lumotlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mashinada yetib boramiz, ko'ramiz, maslahatlarni beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Qolgan vaksinalarni ham albatta biz ko'rsatib boramiz. Endi ovozim qana, o'chiragan o'na ovozini. Gapim ishtilayaptimi yo'qmi bilmayman, qasir gapiryapman. Vo'chir. O'chira tovoqni tiqib qo'yadi. Sog' bo'linglar. Endi 5 minut qilay desam zerkarli qolash kerak videoyimiz ham. Ha, Shohrat aka, hamma gapni gapirib bo'ldim. Adreslarni, manzillarni, telefon nomerlarini aytdim. To'yxona qurish, setka topish, uy sharoitida, setka sharoitida hamma maslahatlar berish, dastavkalar, telefon nomerlar halol pok qilib akalar yetkazib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad.